Bir kitobni oldingizmi, sizning savolingiz bo'lsin. Bu kitobni men nimaga o'qiyapman? Shunchaki kitobxon bo'lish uchun o'qiy olmaysiz, bo'la olmaysiz uni. Tugata olmaysiz u kitob. Bir maqsad bo'lsin. U maqsad bilan qo'lingizga oling u kitobni. U kitobni olarkan bu kitob haqida surishtiring. Kim nima dedi, nimalar yozildi, nimalar bor uni ichida, taxminiy bilim bo'lsin sizda. Keyin uni tugatasiz. U Maxtum Quli bo'lishi ham mumkin, Navoiyning g'azal bo'lishi, Hamsa bo'lishi mumkin, Rumiyning kitoblari bo'lishi mumkin, Qodiriyning kitoblari, istagan kitobingiz. Faqat sizda bitta eng ajoyib narsa bo'lishi kerak. Siz u yerdan nima istaysiz? Ya'ni xayr istab, bir foyda, bir manfaat, to'g'ri bir narsa istab u kitobni qo'lingizga olsangiz, undan bir foyda olasiz. Shunchaki yo'q. Bilishingiz kerak, nimaga qilyapsiz uni? Nega o'qiyapsiz? Bu juda muhim. Farqiga borib o'qish, diqqatli bo'lib o'qish, nima uchun qilayotganingizni bilib qilish. Bu juda katta bir narsalarni olib keladi hayotingizga. Har bir ishga shunday bo'lishni boshlaysiz. Har bir gapni nimaga gapiryapsiz? Nega u odamlar uchrashyapsiz? Nega buni eshityapsiz? Hayotingizga bir qadr, qiymat kiradi bu bilan.